İki əsrdən boyan xata sorulayotgan sual. Biz nima uchun orqada qoldik? Abduri Savaş Şafak Barıkçın. Uyg'urchalashtiruvchi Abdusamet Abeydullah. Türkiye ve dünyadaki Müslümanlar dünyanın hamma yerida iki əsrdən beri o'xshash bir savolni so'ramoqda. O bo'lsa-mu biz nima uchun keyinda qoldik? Bu amaliyotda hamma yerda hammaylarning hatto o'zini dinga nisbat bermaydigan dinsiz guruhlarning so'raydigan savoliga aylanib ketdi. Bununla ergişip bütün Müslüman ammasining, ziyolilarning ve farklı guruhlarning bu savolga bergan javobları sarxillashayotgan bo'lsa-mu, ammo savol o'xshashla o'zgarmay kelyotidi. Sual so'rash bearamlik ve tashvishga munosabatlik bo'lib, bir kishi ma'lum bir xususda shikoyatchi bo'lmaganda sual so'ramaydi. Ya'ni har qanday bir sual ma'lum bir masala ve qiyinchilik bo'lganda so'raladi. Amaliyotda sual ma'nosidagi as-sual kalimasi bilan masala ve qiyinchilik ma'nosidagi al-mas'ala kalimasining kelish manbasi o'xshashdir. Hamda sual so'rash ma'nosidagi as-sual kalimasi talab qilish, istash degan ma'noni o'z ichiga oladigan so'z bo'lib, uningdan turlanib chiqqan as-sa'il so'zi tilamchi, bir narsa talab qilguvchi degan ma'noni ifodalaydi. Demakki, sual so'rash yepiq bo'lgan bir narsani echish, bilinmagan narsani bilish, noaniq, mubham bo'lgan bir narsaga izohat berish, uchiq bo'lmaganni ro'shanlashtirish va masalalarga chora tepishni talab qilish deganlik bo'ladi. Shundaq, ikki asrdan buyon so'rilayotgan bu o'xshash savol chorasi izdilayotgan bir masaladir. Ya'ni ham savol ham masaladir. Biz nima uchun orqada qoldik? Müslümanlarning olimlari va bilimsizlari, dervişleri ve talipleri, şehirlikleri ve sehralıkları, Buxaralik bo'lg'ini ve İstanbullik bo'lg'ini, cümleden bütün irq mensupları iki asrdan beri o'xshash savolni so'rab kelyotidi. Haqiqatan bu savol so'rab to'xtab kelyotidi. Sual so'rg'anlarning nihoyat az bir qismi bu masalaga chora izlash uchun g'ayrat qilayotgan bo'lsa, ko'pinchisi faqat shikoyat qilish va boshqalarning bir ish qilib berishini kutib o'tirmoqda. Amaliyotda to'xtab qilish davri dal mushu. Osmanlı imperatorluğunun to'xtab qilish davri haqida so'z qildiganlarga qarshi deydiganim, mencha haqiqiy to'xtab qilish ikki asrdan beri davom qilyotidi. Demek, bu texi dünya xarakterlik, iniq ve qoyil qilarlik darajada javob berilmagan bir savoldir. Bu savol amaliyotda olam shumul bir savol bo'lib, o'xshash savollarni Xitoy, Hindiston va Yaponiyaga o'xshash g'arb qarshisida ojizlik tuyg'usi chirmib olgan madaniyatdagilarmi so'ragan. Ammo boshqa madaniyatlarning zamonaviy g'arb madaniyati oldida ustunligi bo'lmaganligi uchun ularning savoli nimaning xato ekanligi ustida emas, balki g'arbni qandoq o'rnak oldiganligi haqida bo'lgan. Osmanlı imperatorluğu g'arb modernizmiga qarshi bevosita kuchli bir şekilde muxolif kelgan yagona madaniyatdir. Shuning uchun ikki asr davomlashgan bu savol amaliyotda mag'lubiyatni ifodalaydi. En avval şu haqiqatni bilishimiz kerakki, islom madaniyatining dunyo hokimiyatida eng yuksakka o'rlagan davri Osmanlı imperatorluğu davridir. Bizga nima ish bo'layotidi, nima uchun ojizladik degan savollarmi Osmanlıning ojizlashishi bilan teng o'tirg'i chiqqan va eng avval shu davrdagi kishilarning so'rgan savollaridir. İkinci bir haqiqat bo'lsa, Osmanlı davlatining ojizlashishi bu savolning asosini tashkil qiladi. Ammo savolning o'tkir bir tarafi bor bo'lib, u bo'lsa-mu g'aribdir. Musulmonlarning bu savoli biz deganda eng avval Osmanlıni nima ish bo'ldi deganda bo'lsa, g'arbni maqsad qilgan bo'ladi. Bu savolning boshqa bir tarafi ham bor bo'lib, biz nima uchun mag'lub bo'ldik, g'arb yangdi degan savol. O'xshash vaqtda musulmonlarning kuch aniqlamasi va kuchga bo'lgan ehtiyojiga ishorat qiladi. Ya'ni musulmonlarning kuch aniqlamasi bilan g'arbning kuch aniqlamasining tamponlashtirilganligi oshkordir. Amaliyotda g'arbning nazaridagi kuch konkret bo'lgan, axloqiy rangi bo'lmagan bir kuchdir. Buningga qarshi abstrakit kuch atalg'usini o'tirib qo'yganimizda bo'lsa, abstrakit kuch bizda bor, bizga konkret amaliy kuch lozim degan javob o'tirg'i chiqadi. Halbuki
Abstrak kuch demek eng avval kishilik, salohiyat va haqiqiy o'zi bo'lish demakdir. Shundaq. Bu savolni so'rayotgan 2 asrdan beri hammamiz unutgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu o'zimizga oid bo'lishdir. O'zini bilolmagan bir madaniyat sohiblari albatta o'ziga foydali bo'lgan bir javobni ham o'tirg'a qo'ya olmaydi. Shu sababdan bu masalaning javobi o'z sirtimizdagi g'arb ko'rsatmalari tarafidan berilib kelmoqda. Ya'ni bu mundaq bir holatga o'xshaydi. Bir kishi o'zining ojizligiga ishonadi, biroq nima ish qilish kerakligiga kelganda o'z oldiga mustaqil emas, balki boshqalarning qilganlariga, ko'rsatmalariga qarta faoliyat olib boradi. Aslida biz 2 asrdan beri siyosat, madaniyat, san'at, tafakkur va aqlimizga kelgan butun sohada o'xshash masala ustida qiyinchilik tortib kelyapmiz. Bu masala ustida sarf qilgan butun energiyamiz va xizmatlarimiz g'oyasiga yetmasdan bekor bo'lib kelyapti. Yiroqni ko'rar kishilarda ham o'zidan hisob olish bo'lmaganligi uchun kibr yoki ojiz shaxsiyat mavjuddir. Undaqda bu o'zi bo'lolmaslik masalasining ostida yotgan sabablar nima? Meningcha buning ostida yotgan sabablar e'tiqod, ishonch va mansubiyatdir. Afsus, musulmonlarning e'tiqodi sog'lom bo'la olmaydi. Chunki e'tiqodimiz bizning har vaqt va har sharoitda, ya'ni g'olib bo'lgandimi, mag'lub bo'lgandimi, boy vaqtimizdami, faqir vaqtimizdami, kuchlik vaqtimizdami, kuchsiz vaqtimizdami o'xshash sog'lom niyat va g'ayrat sohibi bo'lishimizga buyuradi. Allohga banda bo'lishning asosi niyat va g'ayratdan iboratdir. Biz egimizning bu asosiy buyrug'iga quloq solmasdan moddiy imkonlarga erishish uchun prinsipsiz va qimmat qarashsiz bir shaklda g'ayrat qilyapmiz. Asosiy dinimizdan tarkib topgan bu kuch birikmasi va qurilmasi o'zini klassik an'anachi ekanligini davron solganlardimi, radikal ekanligini deydiganlardimi o'xshash ko'rilmoqda. 17-asrdan boshlagan bu kuch masalasi aslida bir hal qilishga tegishli masala deb qaralgan bo'lib, bu kuchning manbasi dinimiz edi. Din mukammal edi, biroq bizlar kamtuk edik va kamtuklik qildik. Osmanlı dövletining yiqilishining boshlanishi hisoblanadigan islohot farmonidami, Osmanlı dövletining orqaga chekinishini shariatdan yiroqlashish deb ko'rsatilgan. Bu ojizlikqa qarshi chora bo'lsa, yengilanish va islohot elib berish edi. Biroq biz o'zimizga xos bo'lish bilan islohot elib berishning o'rniga boshqalarni taqlid qilish orqali isloh bo'lishni tanladik. O'zimizni yengilashning o'rniga bo'lsa, atrofimizni va vositalarni yengilashni tanladik. Yangi armiya, yangi maktab, yangi organ va yangi usullarni o'ttirg'a chiqardik. Ammo hech biri o'zimizga xos emas edi. Bularning hammasi bizga oid va xos bo'lgan yangiliklar bo'lmasdan, balki biz uchun yangilik edi. Halbuki madaniyatning asosi davomli o'z ichida yangilanishdan iborat bo'lib, yangilanish qiyin bir ishdir. Chunki yangilanish asrlardan beri bor bo'lgan va insonlar ko'nib ketgan, hayot shakliga aylanib ketgan odat va an'analarni asos prinsip atrofida baholab chiqish va sirtdan tanlangan o'rnaklarni xulosa qilib chiqishdan iboratdir. Biz bu yangilanishning o'rniga sirtdan kirgizishni tanladik. U davrdagi butun davlatlar va fikrlar o'zimizga qarab chiqishga ehtiyojli ekanligimizni o'ttirg'a qo'ydi. Biroq ular chorini boshqasiga o'xshash bo'lishda deb qaraydi. Shunday qilib, g'arbni asosiy o'ringa qo'ygan o'zini tuvan ko'rish to'pi va shakli o'ttirg'a chiqdi. Amaliyotda g'arb dunyosida demokratiya bo'lsa, bizda kengash bor edi. Ularda bilim bor bo'lsa, bizda ilm va aqlni ishlatishga, tafakkur qilishga buyuradigan din bor edi. Ularda asosiy qonun bo'lsa, bizda Qur'oni Karim bor edi. Ularning klassik musiqalari bo'lsa, bizningmi musiqalarimiz klassik edi. Ularda inson haqlari bo'lsa, bizdimi o'xshashi bor edi. An'anachi bu guruhning g'arbga bo'lgan qarashi g'arb dunyosiga qarta bir jaholatga to'lgan qarash edi. Aslida Osmonlining yemirilishiga qarshi chiqqan Ziyo Pasha va Mehmet Akifga o'xshash shoirlarning misol qilib ko'rsatgan g'arb o'rnagi mavjud emas edi. Ham hech bir vaqt mavjud bo'lib boqmagan.
Ularning haqiqatga oshiq, insonlarni hurmatlaydigan va xalqning ohiga quloq soladi deb qaraydigan g'arb dunyosi u vaqtda dunyoni qul qilish, mustamlika qilish va insonlarni o'ldirish bilan mashg'ul edilar. Bizning bu g'oyiviy an'anachilar islom dunyosidagi hurulluq, chiriklashish va chekinishlarni tanqid qilish bilan mashg'ul bo'lib ketib, g'arbning buzg'unchi, istilochi va kapitalizmdan iborat abdi bashirsini ko'rmasga soldi. Ular ya bilimsizligidan yoki muhim deb qaramaganliklari uchun shunday qildi. Amaliyotda bu ikkilisi nihoyat echinishli ahvol edi. Bu jaholatga to'lgan ko'z qarashdikilar hatto bu g'arbliklar faqat shahodat kalimasini demaganli yeri bor degandek xalqning zihnini kirlitadigan safsatalarni ham to'qib chiqdi. G'arbliklarda bo'lgan narsa aslida bizdami bor degan so'z bilan ixchamlashga bo'ladigan g'arb bilan o'zini barobar ko'rsatish urinishi 19-asrdan e'tiboran modadan qolgan. Chunki bu ifodalar va yangiliklarning hammasi texcha moddiy kuch sohasiga birar ijobiy ta'sir ko'rsatilmagan. Uning ustiga Osmanlı davlati bir tarafdan to'xtamay ojizlayotdi va islom dunyosi munqarizlashib ketyotdi. O'tirg'i qo'yilgan shuncha ko'p yangiliklar va islohotlar hech ishga asqotmagan edi. Islom dunyosidagi ba'zi o'qimishli kishilarmi bunga agishib butunlay taslimiyat ichiga kirgan bo'lib, ularning ichida g'arbning hayot shakli, yoziqi, musiqalari, kiyim-kechaklari va siyosiy qarashlarini butunlay qabul qilib, ularga o'xshash bo'lish, qutulish yo'li bo'lishi mumkin degan ko'z qarashlar umumlashdi. Bunun bilan nima bo'lsa bo'lsin, konisi ketib, yengisi kelsin degan shuar büyük bir madaniyatni yo'qolish girdobiga olib qo'ydi. Amaliyotda boshqasiga o'xshash bo'lish va o'zi bo'la olmaslik qurilmasi faqat Osmanlı madaniyatining g'arbchi va an'anachi guruhisiga xos emas. 19-asrning boshlarida o'tirg'i chiqqan atalmış salafiylar islom an'anasini chiriklashish deb qaraydigan iqimidagi kishilarningmi bir ojizligi bo'lib, g'arbchi taslimiyatchilarga o'xshash ularmi g'arblik sharqshunoslarning qilganidek bo'rmalashlar bilan Qur'on, sunnat va ijmo nuqtasida saplashtirish nomidagi g'arazli ko'z qarashlari bilan islomga cho'ng buzg'unchilik qildi. Oqibatda musulmonlarda e'tiqodiy jihatdan cho'ng chekinish maydonga keldi. Bugun bu kamchiliklar natijasida insonlar g'arb dunyosining axloq qarashini qabul qiladigan darajaga yetib bordi. Ularning nazarida g'oyaga yetish uchun qo'llaniladigan butun yo'llar mubahdir. Buning natijasida bizda axloqsizlik deb qaraladigan g'arb madaniyati qoida nizomga aylanib qoldi. Musulmonlarning ikkinchi kamchiligi bo'lsa ishonch masalasidir. O'ziga va insoniy qimmat tuyg'ulariga bo'lgan e'tiqodi ojizlashgan musulmonlarning vaqtning o'tishiga agishib, o'ziga va Allohga bo'lgan ishonchi ojizladi. Buning turtkisida shakllangan biz nima ish qila olaydiq, bizdan bir ish chiqmaydi degandek o'zini to'van ko'rish tipidagi so'zlar aslida xatolikning manbasidir. Musulmonlarning muhim bir qismi bugun g'arb falsafasiga, g'arb kapitalizmiga va siyosatiga ishongandek o'zining Allohiga, diniga, an'analariga va mutafakkurlarga ishonmaydi. Bu ishonchsizlik qurilmasi texmi cho'nqirlab ketyotidi. O'qimishli musulmonlarmi olim ziyoli nomiga erishish orzusida tunishtirishlarini butunlay g'arbdan ko'rsatyotidi va manbasi sharq bo'lgan islom dinini g'arblik yozuvchilarning ko'z qarashlari bo'yicha o'qiyotidi. Klassik islom mutafakkur olimlarimizni xotirlaydiganlar nihoyat oz bo'layotidi va dinlarning ichidami ham o'z madaniyat cho'g'lanmamizga bo'lgan bilmaslik g'arbchilardan qilishmaydi. Musulmonlarning uchinchi kamchiligi bo'lsa mansubiyat masalasidir. E'tiqodining shakli o'zgarib, ishonchisi ojizlab ketgan bir kishi albatta o'z xosligiga va qimmat qarash sistemasiga tava bo'la olmaydi. Buning turtkisida biz musulmonlarda o'zimizga xos manbalarimizni bir chetga qayirib qo'yish bilan tang, o'zimizga xos bo'lgan qimmat qarashlarni to'van ko'rish va ularning o'rniga g'arbga oid manbalarni elish uchun bastashish avjilib ketdi. Bu üç kamchilik abstrakit kuchimiz va iqtisodiy kuchimizning kuchayishiga, o'qish yozish nisbatini yukselishiga turtki bo'lgan bo'lsa-mu, bizni yanada ojizlashtirishga davom qilyotidi.
200 yildan buyon surilayotgan bu xato suol, xato ish harakatlarga yo'l ochgandek bizlarga e'tiqod, ishonch va mansubiyat tarafdan ziyon selib kelgandek insoniy salohiyatimizni ham buzg'unchilikqa uchratmoqda. Nihoyatda ro'shanki, asli masala kuch emas, balki salohiyatdir. Shuning uchun endi aslimizga qaytishimiz, o'zimizga ko'ngil bo'lishimiz, tirishchanliklarimizni oshirishimiz va qilgan ishlarimizni o'zimizga xos shaklda qilishimiz kerak. Aksicha bo'lganda, uningga qarshi ojiz kelayotganligimizni o'ylaydigan g'arbning kuchiga kuch qo'shishga davom qilavergan bo'lamiz. Yangi bir madaniyat qurish, o'z salohiyatimizni takror qo'lga keltirish va o'zimizni yangilash bilan ro'yobga chiqadi. Bu yangilanish faqat bizningla emas, balki butun dunyo ehtiyojli bo'layotgan cho'ng bir uyg'unishdir. 21 oktyabr 2020 İstanbul.